Avvalo hammaga salom, sizlar bilan Aida. Shaxsiy raskat qildirmoqchi bo'lganlar WhatsAppdan aloqaga chiqamiz. Boshqa hech qanaqa sayt yo'q menda. Так, energiya men uchun обязательно like, подписка bo'linglar o'rtoqlar. Kim energiya men qilmasa, unga mana ochirimim energiya tegishli emas. Так, kartamga savolim. Sizda pul qachon bo'ladi? Ya'ni pul yo'lingiz ochiqmi? Pul yo'lingizda hech qanaqa problema yo'qmi? Yani pul bilan bog'liq hamma narsani ko'ramiz. Tak. Qilamiz. Ketdik. Tak, o'rtoqlar, sizlar bilan ko'rdim. Mana postoyanno ishlayapsiz. Kunu tun tinim bilmay ishlayapsiz, lekin pulingizda baraka bo'lmayotgan ekan, ko'rdim. Oyligingiz, ya'ni maoshda ishlaysizmi, bilmayman nima kasbingiz, nima ishda ishlaysiz, lekin yaxshi pul topar ekansiz, lekin pulingizda baraka chiqmadi. Ili ko'p oilangizga bag'ishlaysizmi, ili ya'ni oilaga ko'p bag'ishlanish chiqdi. Agar mana oilasi bor insonni ko'rayotgan bo'lsa, eriga yoki xotiniga yoki farzandlariga ko'p pul berilishi chiqdi. Ya'ni qisqa qilib aytganda pulingiz barakasi yo'q, lekin yaxshi pul topar ekansiz. Kartamda bitta maslahat chiqdi. Sizda erkak dushmaningiz bor ekan, ehtiyot bo'ling. Va sizda pulga bo'lgan barakasizlik haqida sehringiz ham chiqdi. Mana yana. Sizni ko'ra olmaydigan inson bor ekan hayotingizda. Demakki, siz yaxshi aytdim, boshida aytdim sizga pulingiz yaxshi, ya'ni yaxshi pul topar ekansiz dedim. Mana pulingizni ko'ra olmaydigan inson ham chiqdi. O'rtoqlar, yaqin orada sizdan kimdir qarz so'raydi. Hushyor bo'lasiz. Bermang. Keyin ayol kishi chiqdi. Ayol kishi so'raydi. Keyin agarda bersangiz, urush janjal bilan pulingizni olmaysiz, kechalari uyqularingiz ya'ni harom bo'ladi. Halovatingiz bo'lmaydi, ya'ni tushuntira oldimmi? Qarz bermang. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, balki onangiz bo'ladi, balki qarindoshingiz, balki xolangiz, balki kimdir bo'ladi. Begona inson emas, sizga yaqin inson bo'lar ekan. Lekin pul bermang, maslahat beraman. Nimaga desangiz, halovatingiz yo'qoladi, u pulni